Siz bilan 2025-yil yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha kirish imtihonlarida tushgan testlar tahlilini olib borishni davom ettiramiz. E'tibor qarating, bugungi testimiz tahlili saylov tizimiga bag'ishlangan. Har doimgi metodikamiz. Konstitutsiya bilan bog'lamasak, busiz iloji yo'q. Albatta, ushbu videoni ko'rayotganingizda oldingizga saylov kodeksi, konstitutsiya va darsliklar turishi shart. Va albatta yozib borish uchun bir qalam va bir qog'oz kerak. Demak, e'tibor qarating. Konstitutsiyamizning 22-bobi saylov tizimiga bag'ishlangan. 128, 129-moddalarini qamrab oladi. Har doim o'zingizga savol bering. Konstitutsiyani asosiy fundament qilib oling. Ya'ni shu mavzuga aloqador konstitutsiyaning qaysi moddasi bor, qaysi bobi bor. Agarda ushbu metodikadan foydalansangiz, siz hozir darslikda turibsiz, to'g'rimi? Aytaylik, 2 oy oldin konstitutsiyani tugatib bo'lgansiz. Ochib shu bobga qarashga ehtiyoj yo'q sizda. Mana ehtiyojni vujudga keltiramiz. Ya'ni 22-bobni changini bir qator artib qo'yasiz. Xotirangizdan ko'tarilgan ma'lumotlarni yangilab qo'yasiz. 128, 129-moddalarni changini artib, xotirangizda jonlantirasiz. Ertaga oldingizga saylov kodeksi emas, 128, 129-moddani, o'sha Markaziy saylov komissiyasi, saylov tizimi bilan aloqador savollar tushsa, men buni kechagina darsda saylov kodeksini o'rganganda konstitutsiyani shu bobini qo'shib o'rgangan edim va testda shu orqali zo'r natija qo'lga kiritdim deb yutasiz bir karra, samara oshadi. Har doim saylov kodeksini, saylov bilan bog'liq 9-sinfingizda va nima bor? Mavzu bor. Shu mavzuni takrorlaganingizda har doim konstitutsiyani qo'shib takrorlang. Bir daf'a konstitutsiya yodingizda qayta gavdalanadi. Demak, ketdik. Konstitutsiyamizning 22-bobi 128, 129-moddalar va saylov kodeksi qachon qabul qilingan? 2019-yil 26-yilda yangi tahrirda kuchga kirgan va ushbu saylov kodeksining 3-moddasidan kirish imtihonlarida mana 2025-yil savol tushdi. Ya'ni saylov prinsiplari bilan aloqador. 3-moddaga e'tibor qaratsangiz, saylov prinsiplarini qamrab olgan. Qaysi prinsiplar? O'sha siz bilan biz juda ham yaxshi bilgan konstitutsiyamizning 128-moddasida ko'rsatib o'tilgan umumiy, teng, to'g'ridan-to'g'ri, yashirin ovoz berish yo'li orqali amalga oshiriladi saylov huquqi deb keltirib o'tilgan prinsiplar. 3-modda shu prinsiplarni umumiy qamrab oladi. Qolgan moddalar esa bitta-bitta olib chiqib, alohida qilib sharhlaydi. Ya'ni 3-moddani ichidan alohida yulib olib chiqib sharhlaydi. 4-modda umumiy, 5-modda teng asosida, tenglik asosida, 6-modda to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish, 7-modda esa o'sha yashirin ovoz berish yo'li orqali saylov huquqingizni amalga oshirish ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni mana shu 4 ta saylov huquqining prinsiplari. Umumiy, teng, to'g'ridan-to'g'ri, yashirin ovoz berish yo'li orqali. 3-modda esa mana shu prinsiplarni, ya'ni O'zbekiston Respublikasida saylov o'tkazishni asosiy prinsiplarini o'zida bitta qilib qamrab olgan. Siz ushbu ma'lumotni o'rgansangiz, ertaga 2026-yil, 27-yilda kirish imtihonlarida oldingizga aytaylik 3-modda tushmas. Ammo 4-modda umumiy saylov huquqini amalga oshirish prinsip yokida to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish, yashirin ovoz berish yo'li orqali amalga oshirish bilan bog'liq ma'lumot tushib qolishi ajab emas oldingizga. Va siz, men buni bitta 3-moddani yodlash orqali atroflicha sharhlaganman deb bemalol javob bera olasiz. Demak, e'tibor qarating. Va 128-moddangizni konstitutsiyani yodlaganda oldingizga qo'yib qo'ying. Mana shu yerda 128-moddani ichida hammasi qamrab olingan. 18 yoshga to'lgan har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ovoz berish huquqiga ega, bitta saylovchi bir ovozga ega va hokazo jins, irq, millati, ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar qonun oldida tengligi va qaysi saylovlar bevosita amalga oshirilishi to'g'ridan-to'g'ri ichida kirib ketadi. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasiga saylov, Qonunchilik palatasi deputatlariga, prezident saylovi va HDKlar. Mana bu saylovlar to'g'ridan-to'g'ri umumiy bo'lib o'tishi, hammaga bo'lib o'tishi keltirib o'tilgan. Demak, shu jihatiga e'tibor qarating. Har bitta prinsipning ichini alohida qilib yodlab oling. Qo'shib yuborish juda oson. Masalan, o'quvchilarni chalg'iydigan joyi, jinsi, irqi, millati, ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar hamma uchun tenglik degan prinsip bu tenglik emas. Bu qaysi prinsipning ichida ketadi? Umumiylik prinsipining ichida ketadi. Lekin ko'p o'quvchilar teng deydi-da, tenglik prinsipini olib ketadi. E'tibor qarating.
har bitta prinsipni ichini alohida yodlang. Bu haqida hali mani video darsliklarim ham mavjud. Va bundan tashqari javobgarligiga ham alohida to'xtaling. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksingizni 5.1 bobi saylov va referendum o'tkazish qoidalarining buzilishi bilan bog'liq holatda javobgarliklarni nazarda tutgan 51.2, 51.11 moddalarini qamrab oladi. Avval mana shu 51.9 gachamidi. Yangi tahrirda qo'shildi yana ikkita modda. 51.11 bo'ldi. Va Jinoyat kodeksining 146, 147 jinoiy javobgarlikni qamrab oladi. Bu o'sha eski tahrirdagi 11-sinfingizda bor edi. 146-modda obyektiv tomonlari, saylov naqasi blankalarni sanashni yoki soxtalashtirish, noto'g'ri sanash, bosim o'tkazish, yashirinligini buzish, to'g'ridan to'g'rida ekanligini buzish va hokazo obyektiv tomonini yoritib o'tgan edi. Demak, e'tibor qarating. Ma'muriy va jinoiy javobgarlik. Shu o'rinda 8-sinfingizga ham urg'u bering javobgarlikni turi. Ma'muriy, jinoiy, intizomiy, bilasiz-a? Javobgarlikni turlarini sanab, aynan urg'u bering. Bu yerda ma'muriy va jinoiy javobgarlik ketmoqda. Xo'p, demak, sanksiyalarga ham e'tibor qarating, jazo tizimi bilan bog'lang. Ya'ni Jinoyat kodeksingizni 43-moddasi bor, 100 debman, 43-modda. 43dan jazo tizimi 44dan boshlab tushib keladi 52-modda. Ya'ni o'sha qo'shimcha jazo turi harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish bilan tugaydi. Mana shu jazo tizimiga e'tibor bering. Aynan shu yil tushdi-ku 144-moddan sanksiyasi. Agarda siz shularni maksimal, minimalini bilib olsangiz, masalan, voyaga yetganlarga AT'ni maksimal muddati qancha, voyaga yetmaganlarga maksimal muddati qancha, necha muddatdan qancha muddatdan boshlanadi. Xullaski maksimal, minimal muddatlarni bilib olsangiz, olib chiqib ketishingiz vaziyatda osonroq bo'ladi. Siz sanksiyani yodlamagan taqdiringizda ham. Aytaylik, o'sha ozodlikdan mahrum qilish voyaga yetganlarga 1 oydan 20 yilgacha beradi. Agarda u yerda faqatgina istisnosi bor, voyaga yetmaganlar, 18 yoshga to'lmaganlar, 60 yoshdan oshgan erkaklar va ayollarga umrbod ozodlikdan mahrum qilish va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish qo'llanilmaydi. Sizga kazusga bersa, aytaylik, sanksiyasini topib 25 yil ayolga bersa, fuqaro ayol deb bersa va hokazo shu holatda bersa, siz jazo tizimini bilish orqali ham olib chiqib ketishingiz oson bo'ladi. Shu jihatlarga e'tibor qarating. Demak, 2025-yil kirish testlarida tushgan savollarimizdan biri aynan saylov prinsiplariga bag'ishlangan edi. Buni saylov kodeksi, Konstitutsiyamizning 22-bobi, saylov tizimi va ma'muriy jinoiy javobgarlik bilan bog'liq holatda ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks va jinoyat kodeksi bilan birga bog'lab yodlasangiz, ertaga sizga prinsiplarni so'ramas, javobgarligini so'rar. 3-moddani so'ramas, 4-moddani so'rar. Bemalol javob bera olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.